2014-yil 4-avgust kuni Bahovaddin Naqshband jome masjidida Buxoro viloyat imom xatiblari o'rtasida Yil imomi 2014 ko'rik tanlovining ikkinchi bosqichi bo'lib o'tdi. Unda tuman bosqichi g'oliblari ishtirok etishdi. Bu ko'rik tanlov O'zbekiston Respublikasining kadrlar tayyorlash milliy dasturi hamda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunlarini, sog'lom avlod davlat dasturini, ta'lim standartlarini, yangi texnologiyalarni hayotga tatbiq etayotgan ilg'or, tashabbuskor va faol imomlarni aniqlash maqsadida O'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufidagi masjid imom xatiblari o'rtasida har yili Yil imomi ko'rik tanlovi o'tkazib kelinadi. Ushbu ko'rik tanlovdan maqsad eng namunali imom nomini qo'lga kiritgan imom xatibni keng jamoatchilikka bildirish, ma'naviy axloqiy fazilatlari, xulq madaniyati, shuningdek oilasidagi obro'-e'tibori hamda uning tashabbuskor va tadbirkorligi haqida jamoatchilikka ma'lum qilish. Ko'rik tanlovining ikkinchi bosqichi O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbariyati tomonidan tasdiqlangan nizom asosida bo'lib o'tdi. Nizomda ko'rsatilganidek, tanlov shartlari va qatnashchilariga beriladigan savollar hakamlar hay'ati qarori bilan tasdiqlandi. Ishtirokchilar Qur'oni Karim tilovati va tafsiri, hadis, fiqh va aqida masalalariga oid bilimlarni namoyish qildilar. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ushbu tanlovning yakuniy natijalari quyidagilarni tashkil etdi. Umumiy 98 ball to'plagan Buxoro shahar Xo'ja Orif Mohitobon jome masjidi imom xatibi Saburov Jaloliddin birinchi o'rinni egalladi va O'zbekiston musulmonlari idorasi Buxoro viloyati vakilligining birinchi darajali diplomi va Acer notebook kompyuteri jamlanmasi bilan taqdirlandi. Tanlovda 97 ball to'plagan G'ijduvon tumani Soqtariy jome masjidi imom xatibi Latifov Jasur ikkinchi o'rin sohibi deb topildi va O'zbekiston musulmonlari idorasi Buxoro viloyati vakilligining ikkinchi darajali diplomi, LG DVD player va Tafsiri Hilol jamlanmasi bilan taqdirlandi. Uchinchi o'ringa 89 ball to'plagan Buxoro shahar Xalifa Xudoydod jome masjidi imom xatibi Sa'dullayev Odiljon loyiq deb topildi va O'zbekiston musulmonlari idorasi Buxoro viloyati vakilligining 3-darajali diplomi, bir juft esdalik sovg'a va Sahihul Buxoriyning o'zbek tilidagi tarjimasi jamlanmasi bilan taqdirlanishdi. Qolgan barcha ishtirokchilar esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Ikkinchi bor imom xatiblar o'rtasida o'tkazilgan mazkur tanlov o'tgan yildagi tanlovdan har tomonlama yuqori saviyada tashkil etilgani
va shunga monand ravishda imom xatiblar saviyasi ham nisbatan sezilarli darajada o'sganligi yana bir bor o'z tasdig'ini topdi.